Bugun dushanba va boshlanayotgan hafta mamlakatimizning siyosiy, iqtisodiy hayotida muhim voqea hodisalarga boy tarzda o'tadi. Prezidentning ushbu hafta uchun ish grafiki ham juda tig'iz. Har kuni kun davomida ketma-ket bir qator tadbirlar, uchrashuvlar rejalashtirilgan va ular Slovakiya bosh vaziri Robert Ficoning mamlakatimizga rasmiy tashrifi tadbirlaridan boshlanadi. Faxriy qorovul, jurnalistlar va O'zbekiston hamda Slovakiya hukumati vakillari Ko'ksaroy qarorgohi oldidagi ushbu maydonda to'planayotgani bejiz emas. Chunki ikki mamlakat yetakchilarining muzokaralaridan avval oliy martabali mehmonni rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tadi. Dastavval madhiyalar jarang sochadi. Davlat rahbarlari faxriy qorovul oldidan yurib o'tadilar. Va yetakchilarga delegatsiyalar tanishtiriladi. Shundan so'ng muzokaralar boshlandi. U dastavval ikki mamlakat yetakchilari ishtirokida tor doirada bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlarining yakkama-yakka muloqoti 1 soatcha davom etdi va shundan so'ng muzokaralar kengaytirilgan tarkibda bo'lib o'tdi. Muloqotda tovar ayirboshlashni ko'paytirish, eng avvalo o'zaro yetkazib berilayotgan mahsulot turlarini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistondan to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, elektrotexnika, kimyo mahsulotlari, polimerlar, Slovakiyadan esa kauchuk, avtomobil qismlari, farmatsevtika va boshqa sanoat tovarlarini yetkazib berish shular jumlasidan. Texnik jihatdan tartibga solish va metrologiya sohalarida imzolanadigan bitimlarni amalga oshirish doirasida texnik to'siqlarni bartaraf etish va kvant etaloni laboratoriyasini ishga tushirish muhimligi qayd etildi. Slovakiyaning yetakchi kompaniyalari bilan sanoat kooperatsiyasi bo'yicha keng ko'lamli dasturni tayyorlash, jumladan agrosanoat majmui, avtomobillar uchun butlovchi qismlarni mahalliylashtirish, farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish, yashil energetika va turizm loyihalarini amalga oshirish yuzasidan kelishuvga erishildi. Tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Slovakiya tomoni ushbu sohada tizimli hamkorlikni yo'lga qo'yishdan manfaatdor ekani ta'kidlandi. O'zbekiston va Slovakiya yetakchilarining muzokaralari yakunlandi va yetakchilar hozirgina ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tadigan zalga kirib keldilar. Birozdan so'ng biz bu yerda O'zbekiston-Slovakiya munosabatlarida yangi sahifani boshlab beradigan muhim hujjatlarni imzolash jarayoniga guvoh bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Slovakiya Respublikasi bosh vaziri Robert Fico strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Ushbu muhim hujjat bilan Slovakiya O'zbekistonning Yevropa Ittifoqidagi 4-strategik hamkoriga aylandi. Shuningdek, yetakchilar huzurida ikki tomonlama hujjatlar, xususan diplomatik kadrlar tayyorlash to'g'risida, qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlik to'g'risida, standartlashtirish, metrologiya va tovarlarning muvofiqligini baholash sohasidagi hamkorlik to'g'risida, energetika bozorlarini tartibga solish sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bitimlar, 2025-2026 yillarga mo'ljallangan tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik dasturi, 2025-2026 yillarga mo'ljallangan standartlashtirish sohasidagi hamkorlik dasturi almashildi. Biz Slovakiya bosh vazirining O'zbekistonga amalga oshirgan ilk rasmiy tashrifi, ikki mamlakat aloqalarining strategik sheriklik darajasiga ko'tarilishi va oliy darajadagi muzokaralarda muhokama qilingan masalalar, erishilgan kelishuvlar yuzasidan bosh vazir Robert Ficodan intervyu oldik. Uzbekistan and Slovakia are now strategic partners. What can you say about the importance of this?
Toto je prvá historická návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky v Uzbekistane. Bu Slovakiya Respublikasi bosh vazirining O'zbekistonga ilk tarixiy tashrifi. Ikki davlat orasida aloqalar mavjud. Ba'zi kompaniyalar hamkorlik qilmoqda. Slovakiyadan quyi lavozimdagi siyosatchilar ham bu yerga tashrif buyurgan. Ammo biz strategik hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzolab, munosabatlarimizni yangi darajaga olib chiqdik. Bu esa bizni siyosiy muloqotni yanada faollashtirishga undaydi. Biroq bu siyosiy muloqot siyosiy mavzularni muhokama qilish uchun emas. Biz o'zaro manfaatli bo'lgan iqtisodiy hamkorlik bilan shug'ullanmoqdamiz. Strategik hamkorlik aynan shundan iborat. U bizni bir-birimizga yanada yaqinlashtiradi, ko'proq suhbatlashishga va ko'proq muloqot qilishga undaydi. Men O'zbekistonni so'nggi yillarda erishilgan va inkor etib bo'lmaydigan yutuqlar bilan tabriklamoqchiman. Prezident Shavkat Mirziyoyev juda keng qarashga ega, donishmand inson. U mamlakatni oqilona boshqarmoqda. O'zbekiston Markaziy Osiyoda aholisi eng ko'p va juda jadal rivojlanayotgan davlat. O'zbekiston mintaqadagi barqarorlikda muhim rol o'ynaydi. Agar biz slovaklar aqlli bo'lsak, O'zbekiston biz uchun Afg'oniston va mintaqaning boshqa davlatlariga yo'l ochuvchi eshik bo'lishi mumkin. Men ishonamanki, bugun biz qo'ygan qadamlar bu borada muhim ahamiyatga ega. Chunki janob prezident bilan bo'lgan suhbatimiz nihoyatda ochiq va konstruktiv bo'ldi. O'zbekiston avtomobilsozlik rivojlanayotgan davlat. Bu yerda Amerika va Xitoy ishlab chiqaruvchilari ham faoliyat yuritmoqda. Slovakiya kompaniyalari ham bu yerda katta imkoniyatlarga ega bo'lishi mumkin. Slovakiyaga bugungi kunda 150 ming nafar malakali ishchi kerak. Bu yerda gap eng avvalo avtomobilsozlik sanoatiga oid kompaniyalar uchun zarur bo'lgan mutaxassislar haqida ketmoqda. Shuningdek, hamshiralar kabi kasblarga ham ehtiyoj bor. Hozirda O'zbekistonda Germaniya bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan model mavjud. Unga ko'ra ayrim kasblar bo'yicha mutaxassislar O'zbekistonning o'zida tayyorlanmoqda. Biz ham aynan shu yo'nalishda hamkorlik qilishni istaymiz. Umuman olganda O'zbekiston Slovakiya uchun Markaziy Osiyodagi nihoyatda istiqbolli davlatdir.